Xayrli tong hammaga, qizlar, yaxshimisizlar? 8-martga yana bitta naborimiz tayyorladik. Hozir bu yoqda nimalar borligini aytib o'taman. Juda ham sifatli nabor yig'ishga harakat qildim. Video oxirida narxi sizlarni shok qilishi aniq qizlar. Qaranglar, bazasi bo'ladi, tonalkasi bo'ladi. Bunga e'tibor bermanglar. Klientimizga qo'limga chizib ko'rsatdim hozir. Baza, tonalka, pomada, pudrasi bo'ladi, fiksator bo'ladi. Mana konsileri bo'ladi. Mana bu highlighter. Vau, qizlar, shunaqa zo'r highlighter. Bogat, oynaga oldiga qo'ysam, yursa qimmat narsadek ko'rinar ekan. Keyin tena bo'ladi. 8-mart bayram bo'lgani uchun shunaqa gul qo'shtirdilar. Keyin qaranglar qizlar, yana sponji bo'ladi. Sog'aga oddiy qilib yig'madim, sifatli qilib yig'dim. Mana shu yoqda hozir 12 ta kosmetika bor. Narxi 160 ming so'm qizlar. Endi ham olmasanglar, bilmadim. Bu ham sotilib ketadi. Keyin yozasizlar, shundan bormi deb topib berish qiyin bo'ladi. Bu naborimizdan hozir 5 ta bor qizlar. Kimga kerak bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqdi. Bayramga olsanglar, onajoninglarga olsanglar, singlinglarga, turmush o'rtog'iga olsanglar ham haqiqatdan ham xursand qiladigan sovg'a qizlar. So'laydigan gullardan ko'ra, men mana shunaqa sovg'alarni yaxshi ko'raman. Kimdir menga shu sovg'ani berganda, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Kommentda fikringizni yozib qoldiringlar. Kimga yoqdi, kimga yoqmadi, narxiga arziydi yoki yo'q.